bo'lsa senga turistlikni vagoni bilan olib beradi. Osmonbek Menikilarga tegirma. Shartnaydi, tashaqni ko'tarma Shartnayt. Meni auditoriyam bittadan turistligini yechib olsa, basharangga senga turistlikka to'lib ketadi. Voy jalab. Bas o'yinni. Qara kuntivachcha. 10 marta men kuntivachchaman deb aytasan, kuntibaman deysan. Gapirib Shartnayt. 10 marta men kuntiman deb aytasan bila. Ikkinchi shart. Boshqaringiz. Bo'yningdagi sepchkangni 5 bo'lak qilasan. Birinchi shart nima deding? Kuntaman deb aytasan 10 marta. 3 Bo'yningdagi sepchkangni 5 bo'lak qilasan. 4 Uchinchi shart. Putingdagi shimingni ayirib tashlaysan haromni, tur bila. Tur, men nerimga tegma. Eng boshima deymi? 3x chat 3x. La menda podeshkam yo'q bu o'zi, meni sikib sudirasan bugun. Tikib sudrayman seni. U kun meni 10 rand sudray, 16 rand sudrading. Yig'lab chiqib ketdim. Kuntiman bo'ldi. Yo, qara, to'xta. Sen menga 10 marta deding, bas qilmayman. 5 ta chiroyli qilib ayt. Hisob emas. Kutu qilding. 5 ta kuntiman deb aytasan. Dona. Dur. Sen menga asta pashondan qo'y bilan shartingni qildim. Menga qara, mujik bo'l, narmanda shot bo'ldi, mujik bo'l, 3 marta kuntiman deb dona ayt. Yo, shartni qildim men. Hisob shart 10 marta dedi, 10 marta qildim. Mazgini sikama. Xuddi shunaqa qilaman shartingni aytib qo'yay, yutsang. Ayt davay. Men senga 10 marta pashondan qo'yay. Esingga tursin. Hozir mayli yutsin-da bir round. Sikib o'ynayman, shartingni qilmayman men. Nari chiqib ketaman. Qilmasang shiktir chiqib ket. Ayt davay. 3 ta aytasan. Zo'liya, qara, shartingni qilib berdim. Yo, kutu qiling, hech tushunib bo'lmadi. To'g'risi gapingga tushunib bo'lmadi. Nima deyapsan? Sen menga asta aytsan demading, 10 marta kuntiman deb aytsan deding, aytdim. Ha, ana shunday ayt. 3 ta ayt bermayman, mujiksan, 3 ta ayt. Kuntiman. Seni ham kuntisan. Billik, kutsan. Tojikchasiga kut degani kutvachcha. Tushunding ma'nosini? Pashondan men tojikcha bilmayman. Ana, menga farqi yo'q. Sen aytding. Sen kimdandir o'rgangansan? Aytding kutligini. Spasibo.